Mehr, e'tibor, g'amxo'rlik. Davlatimiz rahbarining Ramazon oyi hamda Qurbon hayiti munosabati bilan qabul qilingan tegishli qarorlarga muvofiq amalga oshirilayotgan ishlar minglab muhtoj qalblarga malham bo'lmoqda. Ijtimoiy reyestrdagi oilalarning 6000 nafar bemor a'zolari davolanmoqda va operatsiyalar o'tkazilyapti. Og'ir nogironlikni keltirib chiqaruvchi kasalliklarga chalingan 10 000 bolaning jarrohlik amaliyotlari, 2300 onkologik tashxis qo'yilgan bemorlarni tibbiy ko'rik va operatsiya, 350 nafar bemorga esa jigar va yurak transplantatsiyalari xarajatlari qoplab berilmoqda. Hozirgi lavhamiz shu kabi imkoniyatlardan xotirjamlik tuygan oilalar haqida. Shu kabi tibbiyot muassasalariga farzandini olib kelib sog'lom bo'lishini xohlagan, ammo imkonsiz qalblar bugun davlat g'amxo'rligidan mamnun. Uzoq yillik dardlari arigandan xotirjam. Gap shundaki, davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan ulug' ayyom kunlarida ko'mak berish maqsad qilingan edi. Bu kabi jarayonlar bugun bosqichma-bosqich amalga oshirilib, minglab oilalarga quvonch ulashilmoqda. Yuqori Chirchiqlik Oyzoda Saidova bilan suhbatlashish, qalb qo'rini ochishimiz oson bo'lmadi. U yuragidagi dardga davlat g'amxo'rligi, prezident e'tibori malham bo'lganligidan quvonch ko'z yoshlarini yashira olmadi. Sababi 300 million so'mlik vaucher hisobiga o'g'li Asqarjonda murakkab jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Farzand ko'rolmay qoladigan anaqasi bor dedi. 3 yoshgacha operatsiya qilish kerak dedi. Agar tuxum joyida qolib ketsa, rakka aynab ketishi ham mumkin dedi. Imkoniyatimiz yetmasdi, lekin o'zi bitta erim ishlaydi, shuni oyligiga qarab anaqa qilamiz. Hali 4 soatlar ko'zda yotdi dedi. O'sha 4 soat siz uchun bir 40 yilga tatib ketdimi, opa? Tatdi. Undan ham ko'pga anaqa qildi. U chiqishini kutib o'tirish o'zi bo'lmadi. Shuncha yordam berganlarga alohida rahmat deymiz prezidentimizga. İmkoniyatimiz yo'q edi, lekin operatsiyaga to'g'risi qaynonam mazasi yo'q edi. 90 ga kelgan qaynonam bor edi, o'shani davolatib Xarajatini eshitgandan keyin birpas o'ylandik, to'g'risida xarajati ancha bor ekan dedikda. Qaytdan bir kun oldin prezidentimiz operatsiya muhtojlarga mana shunaqa vaucher ajratibdi deb patronajimiz telefon qilib chaqirdi. Rosa xursand bo'ldik eshitib, hammamiz xursand bo'ldik. Voy yaxshi bo'pti-ku deb. Shuni bilan Xudoga shukr operatsiyasini o'tkazib oldik. Nevaram yugurib yuribdi, o'ynab yuribdi. Xudoga shukr. Ancha bir tog' ag'darildi yelkamizdan shu operatsiyadan keyin. Mana shu baribir bitta narsa qijil bo'lib turadi yuragingizda. Buni har ko'rganimda operatsiya qilishim kerak, operatsiya qilishim har ko'rganimda esimga tushadi. Shuni operatsiyadan keyin ancha yengil bo'lib qoldik-da. Men o'zim televizorda ko'radim, shunaqa qilibdi desa, voy, mana yaxshi bo'pti-ku deb, lekin o'zim boshimga keladi deb o'ylamabman-da, o'zim boshimga keldi. Shunaqangi xursand bo'ldim. Rahmatim katta bo'ldi, lekin prezidentimizga ham. Saksonotda mahallasida istiqomat qiluvchi Oksana Jumaqulovaning hayoti esa yanada ta'sirli. 5 farzandning 4 nafari nogiron. Ramazon oyi munosabati bilan qabul qilingan davlatimiz rahbarining tegishli qaroriga ko'ra qizi Samina sog'lom hayotga qaytarildi. Yomg'ir yog'ayotgan kun edi. Buni operatsiyadan olib chiqib keldi. Olib chiqib 3 soatdan keyin o'ziga kelgandan keyin xursand bo'lib anaqa yomg'irlarning ovozini eshityapman, уже shitirlaganini hammasini eshityapman deb xursand bo'lib gapirdi qizim. Shuni xursand bo'lib ketdim. Xudoga shukr eshitar ekan deb. Bitta farzandim bo'lsa ham sog'lom bo'ldi deb xursand bo'ldik. O'zi ham rosa xursand bo'ldi. Prezidentimizga kattakon rahmat, shunaqa bizga o'xshagan oilalarga ancha yordam bo'ldi bizga. Misol uchun operatsiya qildirolmay yurgandik, qancha qiynalib yurdi qizim, qulog'i oqib, eshitmasdan. Har doim o'ylardim, qattan pul olaman, bunga qattan operatsiya qildiramiz deb. Shunaqa sharoit yaratib berdi. Shu bir tiyin pul olmasdan, hech narsa ishlatmasdan operatsiyasini qildirib chiqdik. Har bir farzandi haqida o'ylash, har birining tibbiy muolajasi u uchun katta sinov edi. Bugun bu matonat sohibasining ko'zlariga boqib shukronalikni tuyasiz. 4 ta bolaga prezidentimizning yordami. O'zim gapira olmayman hozir. Xursand bo'ldim. Kredit olsam ham bitta bolaga ham yetkiza olmasdim. O'g'lim bilan qizimga qulog'iga apparat olib berishdi.
eshitadi hozir. Xudoga shukr, uchalasi ham eshityapti hozir. Katta o'g'lim ko'ziga ham 3.800.000 to'lab apparatga tushirishimiz kerak edi. Shuni to'lamadik biz, to'lab berishdi. O'g'lim ham ko'radi endi Xudo xohlasa. Endi kuzda operatsiya bo'ladi, u Xudo xohlasa. Hozir ancha xotirjam. Bolalar milliy tibbiyot markazida davolanayotgan Muhammad suratga olgan kunimiz 1 yoshni qarshilayotgan ekan. Shu kunga qadar bu murg'ak go'dak juda og'ir darajadagi tug'ma yurak nuqsoni bilan kurashgan. Qurbon hayit arafasidagi xushxabar oilaning butun g'amlarini aritdi. Hozir mana bolam sog'lom. Bugun mana 1 yoshga to'ldi, Xudo xolasa. Buni 1 yosh bo'lishini biz ancha kutdik. Boshqa klinikalarda aytibman. Anaqa kislorodsiz yasholmaydi. Har xil gaplar eshitganmizda, qo'lim ishga bormasdi. Faqat mana shu bolamga qarardim, ertaga operatsiyadan chiqmasachi, nima qilaman? Bolamga qarab oliy, armon bo'lib qolmasin, faqat bunga qarardim, ish qilmasdim-da. Bir kunda o'ziga keldi-da, o'sha sog'lom bolalar qatoriga qo'shildi. Juda ham xursand bo'ldik. Prezidentimizga duo qildim, rahmat shunchalik deb. Prezidentimiz shunchalik bizga mana shu больницаlarni qurib, noldan qurishgan ekan. O'zim internetlarda o'qib chiqdim, hammasiga davlat tomonidan pul ajratilib, bolalarga shunchalik sharoit yaratilganiga juda ham xursandman. Biz o'zi boshida bitta bilmasimizdan oldin chet elda qildirmoqchi edik. Narsamizni sotsak ham chet elga borib qildiramiz deb harakat qilyotgandik-da. Endi qarindoshlar yordam berishdi. Yo, Xudoga shukr, mana shunchalik nasibasi bor ekan, shu yerga keldik. Sog'lom bolalar qatoriga qo'shildi. Bor yo'g'i 10 oylik Azamatning bu kulgulari endi onasini xotirjam qilmoqda. Shu kunlar uchun u necha tunlarni bedor o'tkazgan edi. Ulug' ayyom kunlaridagi ezgu tashabbus surxondaryolik Nilufar Nazirova hayotida umid bo'lib porladi. 1-may kunidan beri shu bolani operatsiya qilishga harakat qilib boshladim. Biz sharoitimiz ko'tarilmasdi. Sharoitimiz yo'q edi, to'g'risi. Prezidentimiz tomonidan vaucher berildi Qurbon hayiti munosabati bilan deb. 22-iyun kuni kelib yotdik. Operatsiyaga 15 kundan ko'proq tayyorladik bizda. Hamma narsani davlat tomonidan berilyapti. Operatsiya kirguncha to'g'ri har bir onaning yuragida bo'ladi. Operatsiya qanday bo'ladi, qanday holatda o'tadi, yaxshi kayfiyatda o'tadimi? Xudoga ming qatla shukr deyman. Vaucherning juda katta foydasi bo'ldi. Vaucher summasi yo'qda shu bola uchun operatsiyaga qancha miqdorda pul ketsa, o'sha qoplab berilar ekan. Juda ham xursandman. Endi bundan ziyod endi bo'lmaydi deb o'ylayman. Hozir 9-oyda qildirgan bo'lsa, 9 oy ko'proq uxlab qolsa, yuragim pulg'ula qilardi. Hatto endi ko'ngil dushmandingizga qandaydir nafas olmay qolsa ham bir xavotir olardim. Uxlamay qolsa ham hadik bo'lib turardi-da. Davlatimiz rahbariga ham kattakon rahmat. Bu misollar ortida oddiy raqamlar emas, balki inson taqdiri, ota-onalarning orzusi, farzandlarining sog'lom kelajagiga bo'lgan umidi mujassam. Davlatimiz rahbarining Ramazon oyi hamda Qurbon hayiti munosabati bilan tatbiq etilgan tashabbusi qariyb 20 ming oilaga shu kabi quvonch, xotirjamlikni ulashmoqda. Bu inson qadri va davlatning har bir fuqaro taqdiriga bo'lgan e'tiborining amaldagi namunasidir.